Yevro 2 xonadon remontlarimiz bitdi. Kelisizlar hozir obzorini qilib beraman. O'zingizlar baho berasizlar. 51 kvadrat 5-qavatda joylashgan Mirzo-Ulug'bek tumani Жилой kompleks Shahrobod. Samozyol совмещенный berganmiz, dushovoyni ertaga kutamizni qo'yib ketishadi. Kavanchiklarimiz o'tda italianskiy ishlatganmiz, maksimalni sifatli qilib. Bu qismaxonaga kirganimizda bu yerda родительский spalni berilgan. Joyiga srazu televizorga qoldirib ketdik, qo'yib olsanglar bo'ladi. Har bitta xonamizda konditsioner mavjud, to'pli pollari ham bor. Endi bo'lsa, bu qismiga o'tamiz. Juda ham chiroyli qildik. Xudo xolasa, mana buni ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda bezini zona. Bu tarafida hozir bizda TV va bu qismi tarafi mягкий qilib berganmiz. Hid chiqmasligi uchun alohida eshik qo'yib ketamiz, razdvижной qilib. Stroyni texnika bu yerda. Balkoni ham kichkina emas, kattaroq qilib berganmiz. Mana o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Har bitta mahsulotni biz maksimal sifatligini ishlatishga harakat qilamiz, chunki ertaga bizdan xonani sotib olgandan keyin biz faqat baraka topishimiz kerak. Do'stlar, narx-navosi $95,000 dan boshlanadi. Kimga qiziq bo'lsa, xohlagan paytida kelsanglar bo'ladi. Ko'rsatamiz, joyida agar sizlarga jiz etgan bo'lsa, savdolashib baraka qilamiz.